Короче, hamma yig'ildi va men 2 kunlik safarga ketyapman. O'sha uchun prinsessaga qishloqni mer qilib topshirib ketaman. Yura menga berib keting, qiz bola keyin beradi bu Prinsessa, u narsani men o'zim bilaman. Prinsessaga beraman. Mayli, prinsessa, yaxshi qol. O, mazza qilaman prinsessa ko'rsanmi, omadsiz. Assalomu alaykum obunachilar. Sizlar bilan prinsessa bugungi videorolikimda sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Короче, men bugundan bu qishloqda millionerman. Men bu uyni ko'raman. What the fuck? Ichidagi nimalar? Qani narsalar? Mayli, men bakarotlarni yig'ishtiramiz. Stop. Obunachilar. Men hozir bu yo'lda hozir merman. Nimaga men hozir piyolani ovaman? Men dolshibmanmi? Men bu jitellar qism, men bugundan hozir merman. Ya'ni bu qishloqda merman. Mayli, bu narsalarni ekib qo'yamiz va hozir mana bu yerdagi jitellarga aytamiz, qilsan o'zing qil deb aytamiz. Sababi biz bugundan boshlab bu yo'lda mermiz. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Bu kanalda tezda mingta bo'lishimiz kerak. Bu narsalarni inventarimiz orqasiga qo'yamiz va mana bu оружиеlarimizni olamiz va mana bu jitellarni xo'rlaymiz. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Короче, bildinglar? Men bugundan bu qishloqda merman. Bildik. Endi sizlarga nima bo'lishini bilasizlarmi? Yo'q, nima bo'ladi? Bugundan sizlar xo'rlanasizlar, ahmoqlar. Bugundan boshlab mana aytganim bo'ladi. Men nima desam shu bo'ladi. Qisqasi, sizlar meni xizmatkorimsizlar. Agarda meni aytganimni qilmasanglar, men shu bilan pak qilib miyalardan teshik ochib qo'yaman. Do'stlar, sizlar ham videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Nima qilyapsan sen? Kichkina bolachaga uyatsiz. Mana bu bolacha ham ota-onangga seni rahmat etish kerak. Sen nimaga qarayapsan? Nimaga ularni otib tashladingiz axir? Bizning do'stimiz edi. Pashole. Seni ham o'ldirib tashlayman kerak bo'lsa. Короче, hali aytgan gapim, agarda men aytgan narsalarni qilmaydigan bo'lsanglar yoki o'zingizlardan boshqa narsa, nesa bizning merimiz boshqa deydigan bo'lsanglar, mana shu ro'sha bilan otib tashlayman. Короче, gapimni tushungan bo'lsanglar, bo'ldi, men ketdim. Nimaga sen meni gapimni eshitmaysan? Nimaga qochyapsan? Sen nimaga meni? Sen nimaga qochyapsan hozir? Sen nimaga qilyapsan? Nimaga otib tashlayapsiz? Men merman bu yo'da. Men xohlaganim ayt biling. Omadsiz. Nima deyapsan hozir? Otib tashlayman вообще. Seni tuxum avlodingni otib tashlayman. Nima? Menga unaqa deyapsan sen. Короче, sizlar mana bu joy, mana shu joydan bolalar o'yingohini qurasanlar. Bo'lmasa hammangni otib tashlayman. Xo'p, mayli, kechqurun ham tushyapti. Uxlayman. Men uxlaguncha shu yo'llarni tekis qilib qo'yasizlar. Sizlar ham videoga like bosinglar, bo'lmasa sizlarni ham otib tashlayman. Mayli, ketdik. Biz dam olamiz. Chunki biz уже bu qishloqda millionerimiz. Ya'ni, millioner emas, billionermiz уже. Biz bu qishloqda merimiz. Короче, videoga like bosing, kanalga nima bo'lsa ham mayli. Jenurson, yotoq ham yo'q bu merd uyda. Og'ziga chichi. Mayli, wow. Mama, yopish kerak. Qani. Obunachilar, meni o'zi bitkazishibdi. What the fuck, obunachilar. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Bu yangi kanalimizdan mingta bo'lishimiz kerak. Вообще zo'r, lekin sizlar sal g'alati turibsizlar. Nimaga otib tashlading? Sizlar g'alati turibsizlar. Ahmoqlar, menda yo'q almas. What the fuck? Sen вообще o'zingdan ketib qopsan, jitel, Sen ko'rdingmi? Menda yo'q almasni nimaga bu yerga qo'yding? Millionermisan shunchami? Menga bersang bo'lmaydimi? Endi men millionerman. Millionermisan? Millionerman. Millioner bo'lsang, men senga dalpay. Ahmoq, menga ber undan ko'ra. Mana faqatgina o'zing almasingga o'lib ketding. Mayli, men bu yerga kiramiz obunachilar. Men bu yerga qo'yganlar. What? Nima nitomi obunachilar? Senlar uyalmaysanlarmi? Jamoat joyda unaqa qilishga, jamoat.
o'qi ham tugab qopti, ko'ryapsanmi? Jamoat joyida unaqa qilib turishga uyalmaysanlarmi sen? Uzr, iltimos urmang. Urmayman, otaman ahmoq, mana burunchim bor-ku, mana shu burunchingni otib tashlayman, ahmoq. Uyalmaysanmi jamoat joyida turib yetfu og'zingga chichi. Obunachilar to'g'ri qildimmi? Kommentariy yozinglar. Yo'q, siz kommentariy yozinglar. To'g'ri qildimmi va bu yangi kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu kanalda tezda 1000 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Men bu kallachaga endi baho beringlar. Qo'li qalin, kallasi yupqa. Tufu. Mayli, men bu yoqdan hozir sakraymiz. Mayli, bo'ldi, chiqamiz va what the fuck, voy, oyog'im suv bo'ldi. Lo'qmam shunday. Sakragandan keyin suvga sakragandan so'ng oyoq suvimi balo bo'ladi. Mayli, yana bitta sakraymiz. Mazza qil. Voy, oyog'im. Jin ursin oyog'im. Kim qurdi bu yoqdan oyog'im sindi. Og'ziga tichaman. Hozir topaman-da og'ziga tichaman shu bolani. Ishonursin. Sanqildingmi? Suvga tushadigan men senga. Agarda kim menga shu shikast yetiradigan bo'lsa, mana shu o'ynayotganimda hammani tuxum avlodim bilan kirib tashaman. Tushunasizlarmi? Mana oyog'im, Pari, shunchalik ham omadsiz bo'lasan, mana unga o'xshab. Ana, aytvosan mana ur, prinsess, omadsiz. What the fuck? Shu darajada omadsiz bacha bo'ladimi? Shu darajada what the fuck? Mayli, qaytadan sakraymiz. Shu darajada omadsiz. Bizdes unchalik omad yo'q bir bacha bo'ladimi dunyoda? Men bu fizika qonunini bizga Minecraft oyog'imda turishini qaranglar. What the fuck? Oyog'im osmonda turibdi. What the heck? Mayli, nima deymiz? Minecraftni bug'i bo'lsa ham opanan cho'ta sakramayapti. Mana sakramayapti. Sababi. Mambi suvga tushadigan joyda oyog'imni sindirdi. Mazza qilib ucha olmayapman mana. Hop, mana. Mana oyog'im sindi. O'shancha ucha olmayapman. Короче, вообще zerikib ketdim. What the fuck? Yana tushib ketdim. Og'ziga chichi. Sen yana qayta bo'lib qoldingmi? Nimaga? Sen ko'rdingmi? Ha, men ko'rdim. Men senga ota-onangga rahmat. Mani jonimga tegib ketdi bular. Mani jonimga tegib ketdi. Oyog'im sindi. Hamma oyog'im sinib ketdi. Bu yo'llarni portlatib tashlaymiz. Короче, kreativga o'tamiz. Mana o'g'irlik qilyaptimi? Sen o'g'irlik qilyapsanmi? Yo'q, o'g'irlik qilayotganim yo'q. What the fuck? Xo'savsan-u. Yana oladi bu. Olganim yo'q. O'tganim yo'q, men senga o'g'irlik qiladigan ota boboyning og'ziga tichaysan. Sen agarda sen mana ruh turibdi, agarda sen shu akarodni olmaydigan bo'lsang, agar olmaganingda o'ladigan o'lmasding. Короче, hamma narsasini gapiga anaga qilamiz va bularni mana senlar uyalmaysanlar. Men menga o'xshatib tishima hozir senlarni. Xo'p, hozir mana bu senlar hozir jamoat joyida zino qilyapsanlarmi? Jamoat joy, ommaviy joyda zino qilyapsanlar. Sen va sen nomahram bilan o'lib ketganing ma'qul edi. Seni o'l. What the fuck? Yana keladi. Shebait. Uyalmaysanmi sen? Uyalsan. Ozgina, jichchagina uyalsang bo'lmaydimi? Men o'qlanmayapti ham, o'qlanmayapti. Obunachilar, what the fuck? O'q qolmadi. Men boshqa o'q topibman. Mani mashinaga uxlatdi. Hozir boraman-da shu menga arusha sotganni ham boshqasini ham o'ldirib ketaman. Sen boshqa arushani boshqasini men senga qo'lim bilan ham mani hali kuchim bor, Sen hali o'ldirishga kuchim yetadi mana. Sen hali iplosib jamoat joyida, ommaviy joyda zina qilyapsanlarmi? O'l, mana ering o'lib yo'q, xotining o'lib ketdi. Endi eri qoldi. Erini ham o'ldirish kerak bu. Uyatsiz iflosni. Senga, hayf senga. O'l.
Короче, tak nima bo'lsa ham, sanam, mayli, sana omading kelib qoldi. Bugungi safar sana omading kelib qoldi. Mayli, men ketaman, men bu uxlanmayapti ham-de. Mayli, men ketaman va hozir baribir o'lasan, baribir o'lasan. Hozir bu narsalar kreativga o'tamiz va bu qishloqni tek tugi bilan pang qilib yo'qotib yuboramiz tintilar bilan. Sizlar videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib tursanglar yetarli. Mayli, game mode kreativ deb yozamiz va kreativga o'tib, tinti va kugurtni olib pang pung qilib yo'qotib yuboramiz. Mana qana qayerda edi tinti? Mana bu yerda tinti. Endi kugurtni olib pang pung pung shun qilib yo'qotib yuboramiz. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar va bu videoni maksimalni tarqatinglar do'stlar. Qana katta bo'lishi mumkin men bu kugurt. Mana bunday ekan. O'l shunchami ham omadsiz bo'lamanmi? Mana bo'ldi. Kechqurun ham tushyapti bu narsalar. Baribir o'lasan dedimmi? Baribir o'la. What the fuck sanam uyal. Qara. Men bilan qarab tur. Buni ustida turamiz. Sen baribir o'lasan. Sen ommaviy joyda gunoh qilding mana. Baribir tek tuging bilan yo'qotib ketasan. Sen ham haligina tirik qoluvding. Endi baribir sen ham o'lasan. Mana. O'lmam yo'lga kirib ketdi. Blockbusterga kirib ketdi. Blockbusterga. Mayli, baribir sen ham o'lasan. Mana obrachilar ko'rasizlarmi? Baribir hamma narsa anaqasi bilan. Men bu nima deydi? Bolalar o'yingohini ham portlatamiz, sababi bu joy bizani oyoqimizni sindirdi. Mama senga. Ma. Xo'p, endi men bilan ham shundoq qo'yamiz va yurt bilan farz qilamiz. Men o'yingohni yo'qotib yuboramiz. Qani esda bosib yaqinlashtirib. Mambo almas qolib ketdi. What the fuck? Almas qolib ketdi. Bu narsalar ko'rasanlarmi? Mana almas. Buni ham baribir o'ldiramiz va hozir merni ham yo'qotib yuboramiz. Aynan merni. Sababi mer bizga ishonib ketdi. Biz esa merni ishonchini bir tinqilamiz va bu yo'laga va hamma joyiga qo'yib tashlaymiz. Mana biza уже vahshiymiz. Vahshiy prinsessa deb kommentariy yozmasanglar rozmasman. Vahshiy prinsessa. Yes baby. Yes. Vahshiy prinsessam bo'ldi. Mana qo'y. Ha. Mana hamma joy. Bizani endi mer yo'qotib yubormasa bo'ldi. Hamma joyni portlatib tashladik. Juda ham mazza qilyapman. Mana obunachilar videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar va kommentariyaga vahshiy prinsessa deb yozib qoldiring. Prinsessa, men senga ishonib ketdim. Hamma ishonchimda bir tinqillaysan, ahmoq qiz. Ishonmaydi. Frenziga ishonish kerak edi. Nima qilasiz endi? Baribir sendan rozi emasman. Mayli. Chiqib ket hozir bu qishloqdan. Okey, mayli, chiqib ketaman. O'zi ham chiqib ketmoqchi edim. Nima qilaman bu musor qishloqda? Musor deyapsanmi? Ha, musor deyman. O'zi qildi-yu. Mana bu joyni ham qilib ketamiz, obunachilar. Va bu joyni ham qilib ketamiz. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Agarda shu videoni tagida 200 ta like yig'ilsa, 1000 ta tinitini, yo'q, 200 ta emas, mayli 500 ta like yig'ilsa, 1000 ta tinitini mana shu top-toza turgan qishloqqa portlatib tashlaymiz. Men bilan ham qo'ydik, mana bo'ldi. Men buni mazza qilib ko'rib turamiz. Mana what the fuck deb mana obunachilar bo'ldi. Endi biz bu qishloqdan ketsa ham bo'ladi. Hamma alamimizni oldik. O'zi alamim yo'q edi. Prosta mazza qilish uchun i plus kontent uchun. What the fuck, men bu joyga kirib ketdim. Mayli obunachilar, biz endi ketamiz. Ya'ni shaharga ketamiz. Shaharda mazza qilib soqqan bo'lsamiz, barchaga xayr.